Mana shu Dilnora 1 yil oldin mana shu uyda yashagan desam, ishonasizlarmi? Ha, bu aynan haqiqat. Bu meni 17 yil davomida yashab kelgan, bolaligim o'tgan uyim. Bu uyda onam, 2 singlim, dadam va ukam bilan yashardik. Dadam oddiy shofyor edi. Onam esa uy bekasi. Oilada bitta dadam ishlardi. Mana shu shofyorlik orqali bizlarni 18 yil ulg'aytirdi, katta qildi, birodan kam qilmadi. Oilamiz oddiy bo'lgani uchun qimmat kiyimlar kiyolmasdik. Ba'zida maktabga borib, do'gonlarim yegan narsaga havasim kelardi. O'shanda ota-onamni qiynalganini ko'rib, o'zimga o'zim so'z berganman. Xudo xolasa, shunaqa qiz bo'lamanki, bitta o'g'il emas, 10 ta o'g'ilni o'rnini bosadigan qiz bo'laman deb o'zimga o'zim va'da bergandim. Onam aytardilar-da, qizim, sabr qil, hammasi Allohga oson. Hali shunaqa kunlar keladi, mana farzandlarim shunaqa cho'qqilarga erishadi, hamma ko'rgani havas keladi derdilar. Allohga shukr, hozir 18 yoshimda 5 xonali uyga fundament tashladim. Yaqinda kvartira sotib olaman. Dubayga chiqdim. Marketing yo'nalishida o'qidim. O'zimning shaxsiy ishim, daromadim. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Turing, hozirdan harakat qiling. Hammasi Allohga oson. Shuni biling, Alloh nasib qildirmaydigan narsalarni xayol ham